antibiotik qo'llaganda nima uchun antibiotiklar bakteriyaga ta'sir qiladi, lekin virusga ta'sir qilmaydi? Buni ham oddiy tilda tushuntirib yuboraman. Mana bu antibiotikni molekulasi, moddasi deb tushuning. Tabletkasini ichdingiz yoki dumbaga ukolni qildingiz-ku, qonda shuni molekulasi yuradida, bu molekula bakteriyani aynan shunday qilib yasalganki, devori, membranasi, qobig'i shaklini buzib yuboradi. Misol uchun. Bu birinchi ta'sir. Qarang, keldi, mana bakteriyalar yuribdi. Antibiotik unga tegib ketishi bilan uni dumini qirqib tashlaydi bakteriya. Voy, oyijon deb o'lib ketadi. Yoki bo'lmasam keldi, ta'sir qildi, mana bu shunday qildiki, uni tashqi qobig'ini eritib yuboradi va ichidagi bor ichak-chavaqlari tashqariga chiqadi. O'ldi bakteriya. Antibiotik mana shunday ta'sir qiladi. Endi mana bu antibiotik virusga nima uchun ta'sir qilmaydi? Eslang. Virus bizni doim hujayramizni ichiga kirib olgan bo'ladi. Ichida antibiotik bizni hujayramizga ta'sir qilmaydigan qilib sintez qilib yaratilgan. Bizni hujayramiz oladigan antibiotiklarimizga bardoshliligi bor. Bular bakteriyalarning devoriga ta'sir qiladi. Lekin bizni hujayramizni yonidan mana o'tib ketdi. Bakteriyaga tegdi, kesib yubordi. Bizni hujayramiz ichida virus rivojlanib yotgandi. Tashqarida bo'lgan taqdirda ham eslang, bu kod, DNK kodi deb aytdim. Mana qonimizda yuribdi. Uni devori yo'q. Bu kelib tekkan bilan uni ichak-chavoqlari yo'q. Uriladida yana bir boshqa joyga toshdek aylanib yuraveradi. Qoni yo'q, yuragi yo'q, ichagi yo'q, qo'li yo'q, oyog'i yo'q-da. Bu kod borib hujayraga kirib olib kuchayib ketadi. Shu hujayrani ichidan oziqlanadi. Ana shuning uchun antibiotik virusga ta'sir qilmaydi. Ko'pincha antibiotiklar bakteriyani ishlab chiqaradigan ferment deb nomlanuvchi moddasiga yoki uni devoriga shartta yopishib, uni kuydirib yuboradigan effektga egadi. Aytaylik, mana bu bakteriya Helicobacter pylori yoki Escherichia coli dumi bor misol uchun. Yurgan joyida u o'zidan qandaydir ferment ishlab chiqarib yuradi, ya'ni axlat. Shu axlat chiqaradigan joyiga mana bu boradida zortasini yorib yuboradi. Mochevoy puziri quvig'i yorilib, gemoroy chiqib ketadi. Chunki mana bu antibiotikning molekulasi shu uni ishlab chiqaradigan joyiga borib yopishadigan qilib tayyorlangan. Yoki buni devor, qobig'i, qo'li, oyog'iga antibiotik molekulasi borib yopishib burdalab yuboradi. Taniydi-da, shu joyi bor, qo'l, oyog'i yoki tanasi bor, gavdasi, mana bu terisi. Molekula shu terisiga borib yopishadi-da, shu joyini bombadek qo'porib yuboradi va uni ichiga ichak-chavoqlari chiqib o'lib nobud bo'ladi. Antibiotik ta'sir qilishi uchun tirik organizmning tashqi hujayrasi, tashqi qobig'i yoki uni ishlab chiqaradigan maxsus axlati, toksini, fermenti bo'lish kerak. Ana shunda antibiotik uni taniydi. Tushuna oldingizmi shu joyini? Prosta musorga o'xshab yurgan mana joni yo'q narsaga baklashka ko'chada yotsa, misol uchun, siz tep borib o'tib ketaverasiz-ku. Agar mushuk yoki sichqonni ko'rib qolsangiz, vay deb qo'rqib qolasiz. Joni bor narsa bakteriya. Joni yo'q bo'lib indamay yurib hujayraga kirib ketadigan bu virus. Juda ko'p bepul imkoniyatlar yaratilgan. Misol uchun ovulyatsiya kunini hisoblab bilish yoki o'z analizlaringizni natijasini tibbiyot tomonidan tekshirib ko'rish. Sababi nega kamaydi yoki nega o'zgardi, yechimi qanday bilish imkoniyatlari. Doktor Ishchanovning mobil innovatsion dastur kitobi chiqdi. Bu kitob hamma tibbiy sohalar bo'yicha turli-tuman mavzulardan iborat. Mana eng kerakli, eng ko'p tashxislar yozma shakllarda, foto, video shakllarda joylangan. Ular haqida barcha ma'lumot, sabablari, belgilari, davo choralari, retseptlari hammasi joylangan. Tabiiy davo choralariga ajratilgan bo'limlari ham bor. Bu innovatsion mobil ilova kitobimizni iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlarga yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, skachat qilib olishingiz mumkin. Yoki shu videoni tagiga ko'p yozuvda ssilka qoldiraman, uni ustiga bosib, skachat qilib yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.